Ana endi Chelsea yurgan aytadigan bo'lsam, boshda Captiva 5 ni endi Deshan tarafdan ko'rib o'zim minib ko'rmadim. Uncha yoqmadi bor. Aytdim, yaxshi emas o'xshaydi, yaxshi emas o'xshaydi. Bizlarni boshda Damozdan yaxshi emas deb chiqqanlar-ku. Keyinchalik hamma Damoz olib ketgan. Shu ya'ni buni boshda ko'rinishimdan boshqacha mashina bo'ladim. O'zim minib ko'rdim. Действительно zo'r mashina ekan. Chotki, haqiqiy yoqdiman mashina. Uni ya sotish uchun, yo boshqa narsa uchun aytib turmayman. Yo'q, mashina haqiqatdan ham zo'r ekan. Pullar 1000% stoyishi javob mashina. Endi mashinamiz o'zi salonda 349 million so'm pul turadi. Biza qo'shib bir hafta sotamiz. Bilasizlar, biza salon palon libo yere vizit tashlab beraveramiz. Farqi yo'q. O'zbekistonning halayenda. Mashinamiz 2024-yil, texnik pasport ham narsasi 24. 24 noyabrda chiqqan salondan. Mashinamizni sizlarga hazzat olib qo'yishingiz uchun 251 million so'm pul beramiz. Ishtirak 251 million so'm pul beramiz. Egadan mashina chisteng egadan, kraskasi toza, 17000 kilometr yurgan, kurgoy tonirovkalar, ruxsatnomalari bor, 7 mestali. Hali paket bu mashina endi navoda tariflaysiz buni. Polik, solik hamma narsalari bor. Hech yerda kirchiq, kurchuq, boshqa narsa yo'q. Egalarimiz o'zi akkuratni, mashinam akkuratni turibdi. Akkuratni holatda saqlangan, hurmatli obunachilarimiz. Mashinamizni xullas 7 mestdan hamma narsalari bor. Sizlar uchun qo'shqa bir hafta savdoda mashinamizni 251 million so'm pul beramiz, hurmatli obunachilarimiz. Ana endi baholarimiz sizlarga ma'qul bo'lib turibmi? Bundan keyin nima mashina qo'yamiz? Kommentariyada qoldirsangizlar, bizani qo'llab-quvvatlab tursangiz, sizlarga eng arzonlarini, eng zo'rlarini qo'yib beramiz. Galasizlar, sizlar uchun 24 soat xizmatdamiz.